Ushbu stansiya mijozimizga 241 million so'm miqdorida daromad keltirdi. Lekin bu yetarli emas. Sababi zavodning ishlab chiqarish salohiyati va zavodning elektrga bo'lgan ehtiyoji juda katta. Himoya avtomatlarimizga bo'lsa, elektrik stansiyadagi dasturiy muammolar, ulanishlardagi muammolar, kontaktlar holatlarini, qizish holatlari, turli xil chaqmoq yoki boshqa bir tabiiy ofatlar. Hozir mana havo ko'rib turgan bo'lsalaring, bulutli, quyosh yo'q. Biroq shuni bilinglar, bu 4 gektarlik yirik korxonaga 100 kilovatlik quyosh paneli stansiyasi kamlik qiladi. Qanaqadir joylarini, invertorlari buzilib, qanaqadir muammo chiqib hozir biz Farg'ona viloyati Beshariq tumanidagi 4 gektarlik Luxyantex korxonasining tomida biz ushbu joyga 100 kilovatlik on-grid sistemadagi quyosh panel stansiyalarini o'rnatib berganmiz. 1,5 yil oldin o'rnatib bergan quyosh panel stansiyamiz 1,5 yil davomida 241 ming kilovat miqdorida elektr energiyani ishlab chiqargan va mijozimizga 241 million so'm miqdorida daromad keltirgan. Biroq shuni bilinglar, bu 4 gektarlik yirik korxonaga 100 kilovatlik quyosh panel stansiyasi kamlik qiladi. Shu sababli agar sizlarda ham shunday katta yirik ishlab chiqarishlaringiz bo'lsa, albatta quyosh panellaridan foydalaninglar. Ko'proq miqdorda qo'ydiringlar. Ya'ni 501 megavat miqdorida, 500 kilovat 1 megavat miqdorida quyosh panellar qo'yishingizni taklif qilaman. Sababi zo'r yangilik bo'lgan. Hozirgi kunda yaqinda mana 1 oy bo'lgani yo'q. Prezidentimizning 213-sonli qarori chiqdi. Ushbu qarorga asosan xuddi fuqarolar singari hozirgi kunda hududiy elektr tarmoqlari avtomat ravishda sizni qabul qilgan, ya'ni iste'mol qilgan elektr energiyangizni hamda sotgan elektr energiyangizni avtomat ravishda plus minus qiladi. Ya'ni bu jarayon programmalashtiriladi, avtomat ravishda amalga oshiriladi. Shu sababli siz xohlasangiz 1-avgustdan boshlab shartnoma tuzishingiz mumkin. Ya'ni shartnoma nimadan iborat bo'ladi? Siz ortiqcha elektr energiyani sotgan elektr energiyangizni xohlasangiz hududiy elektr tarmoqlari avtomat ravishda hisoblagich orqali o'zi siz iste'mol qilgan bilan stansiyangiz sotgani bilan o'zaro hisob-kitob qilib, sizga agar ortib qolgan bo'lsa, xohlasangiz kilovatda, xohlasangiz so'm miqdorida sizga pulingizni to'lab beradi. Bu jarayonlar odam omilisiz avtomat ravishda xuddi fuqarolar singari amalga oshiradi. Bu esa juda yuridik shaxslar uchun juda qulaylik olib keladi. Shu sababli albatta shu jarayondan foydalaninglar. Buni o'zim bu ma'lumot yangi ma'lumot, ya'ni svejiy ma'lumot. Buni birinchilardan bo'lib o'zim ijtimoiy tarmoqqa olib chiqishga qaror qildim. Ushbu manzilga biz 1,5 yil avval yuqorida aytib o'tdik, qo'yib berganmiz quyosh panel stansiyasini, lekin shu kungacha kelib kuzatib, qanaqadir joylarini, invertorlari buzilib, qanaqadir muammo chiqqan emas. Sababi biz sizlarga aytib o'tganmiz, monitoring sistemamizga ega, monitoring, ya'ni bizning ofisimizdan turib, bizning injener mutaxassislarimiz stansiyani ish faoliyatini nazorat qilib borgan. Shu sababli biz 1,5 yil bo'ldi o'zimizni ko'zimiz bilan bir qator kelib, texnik jarayonlarni kuzatib, qancha foyda keltirdi korxonaga. Ushbu stansiyamiz qancha elektr energiyani 1,5 yil davomida ishlab chiqardi. Qancha, ya'ni ushbu ishlab chiqarish korxonasiga foyda keltirdi. Shularni batafsil sizlar bilan ulashib boraman. Hozir sizlarga invertorimizni ko'rsataman. Invertorimiz Solix kompaniyasiga tegishli. Solix kompaniyasi bilasiz, ishonchli invertorlardan biri hisoblanadi. Shu sababli o'zim zavodida bo'lganman, ishlab chiqarish jarayonlarini qator ko'rib kelganmiz. Hozir bu yerga 110 kilovatlik Solix kompaniyasining invertorini o'rnatib berganmiz. Mana hozir ko'rdik, tekshirdik, bir qator ma'lumotlarni berib o'tdik. Soz holatda hozir ishlayapti. Hozir mana havo ko'rib turgan bo'lsalaring, bulutli, quyosh yo'q, lekin shu havoda ham, ya'ni holatda ham invertorimiz 39 kilovat, 40 kilovat chiqarib berib turibdi. Mana ko'rsalaring bo'ladi. Endi bu mana jami 241 ming kilovat, ya'ni 1,5 yil davomida ishlab chiqarib bergan va mijozga 241 million so'm miqdorida daromad keltirgan. Bu albatta zo'r natija. Ushbu obyektimizda hech qanday 1,5 yil davomida muammo chiqmadi. Sababi biz mustahkam panellar, sifatli invertorlar, karkaslarni o'rnatib berganmiz. Shu sababli
bir qator o'zimiz ko'zimiz bilan ko'rib, injenerimiz mana hozir texnik ko'rikdan o'tkazdi. Yana bir qator sizlarga qo'shimcha to'liqroq ma'lumot berib o'tadi. Keling, Asadbek. Fotoelektrik stansiyamiz 1,5 yil davomida soz holatda ishlab kelmoqda, lekin biz baribir buni fotoelektrik stansiyalarimizni doimiy o'zimiz kuzatib, monitoring tizimiga ulangan. Barcha o'zimiz o'rnatilgan fotoelektrik stansiyadagi dasturiy muammolar yoki qandaydir ulanishlardagi muammolarsa, biz bularni tezroq bartaraf etish uchun monitoring tizimidan foydalanamiz. Bu tizimimiz ham doimiy monitoring tizimiga ulangan, SIM karta bilan qo'yib berilgan Wi-Fi'lari. Bu fotoelektrik stansiyamiz shu kunga qadar muammosiz ishlab kelayotgan bo'lsa ham, o'zini davriy ko'rik, ya'ni kontaktlar holatlarini, qizish holatlari yo'qmi, baribir real holatda kelib bir qator ko'zdan kechib ketilmoqda. Ushbu 100 kilovatlik fotoelektrik stansiyamizga 110 kilovatlik X3 FTX 110 seriyasidagi Solux kompaniyasi invertorlaridan qo'yilgan. Bundan tashqari quyosh fotoelektrik stansiyamizga Longi kompaniyasini X6 560 wattlik ishonchli quyosh panellarimizdan qo'yilgan bir tomonlama. Stansiyamiz 1,5 yildan beri ekspluatatsiya qilib kelinmoqda. Stansiya 110 kilovatlik stansiyamiz o'rtacha kunlik 600 kilovat elektr energiyasi generatsiya qilyapti hozirgi vaqtda. Invertorimizga ulangan hozir bir qator stringlarni ko'rib chiqildi. Barcha stringlarimiz normal va soz holatda, hech qanaqa ortga qaytish toklarisiz, uzilishlarsiz ishlayib kelibdi. Hop, invertorga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, 110 kilovatlik invertorimizga mana gruppalar teng taqsimlanib, nominal 600 voltlik gruppalar qilingan. Havoyi avtomatlarimizga bo'lsa 250 amperlik avtomat uzgich qo'yilgan. Wi-Fi'lari ham ichida monitoring tizimiga doimiy ulangan. Bu stansiyamiz shu davrgacha juda yaxshi ekspluatatsiya qilib kelinmoqda. Sababi bu ishlab chiqarish obyekti bo'lganligi uchun obyektimizda o'zlarida ikkita 1000 kilovatlik transformator podstansiyasi bor. Shuni 0,4 kilovoltlik tarmoqga ulangani uchun hech qanaqa tarmoqlarda muammolari yo'q. Fotoelektrik stansiyamiz ham hozirgi kungacha turli xil chaqmoq yoki boshqa bir tabiiy ofatlar zarar yetkazmagan. Yerlashtirish ishlari to'liq amalga oshirilgan. Ushbu stansiya mijozimizga 241 million so'm miqdorida daromad keltirdi, lekin bu yetarli emas. Sababi zavodning ishlab chiqarish salohiyati va zavodning elektrga bo'lgan ehtiyoji juda katta. Xo'p, Beshariq tumaniga 100 kilovatlik on-grid stansiyasini 1,5 yil oldin qo'yib berganmiz. Ushbu stansiyani hozirgi kundagi holati, uning qancha ishlab chiqargani, zavodga qancha elektr tejab berganini sizlarga batafsil yoritib beraman. Agar sizlarga qiziq bo'lsa, barcha kerakli ma'lumotlarni berib o'taman. Ayniqsa hozirgi kunda dolzarb bo'lyapti, sababi 1-iyundan elektr va gaz narxlari oshdi. Shu sababli ayniqsa yuridik shaxslar e'tiborli bo'ladigan holatlar, e'tiborli bo'ladigan joylari bor. Elektr xarajatlari yuqori bo'lgan joylarda, korxonalarda albatta quyosh panellariga bo'lgan ehtiyoj juda yuqori bo'ladi. Shu sababli sizlarga batafsil to'liqroq ma'lumot berib o'tamiz. Bizni kuzatishda davom etinglar. Agar siz yuridik shaxssiz, sizda iste'molingiz ko'p, sizga shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bizga bemalol murojaat qilinglar. Bizni injener xodimlarimiz, bizning jamoamiz borib, hududingizni o'rganib, elektrga bo'lgan ehtiyojlaringizni o'rganib, shunga mos ravishda sifatli mahsulotlardan iborat bo'lgan quyosh panel elektr stansiyamizni taklif qilamiz hamda eng yaxshi sifatli xizmatlarni ko'rsatib boramiz. Agar sizga ushbu ma'lumotlar qiziq bo'lsa, bizga albatta qo'ng'iroq qilinglar yoki call centerimiz doimo aloqada. Bemalol bizga murojaat qilishlaring mumkin. Yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun bizga obuna bo'linglar, ijtimoiy sahifalarimizni albatta kuzatib boringlar. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.